Uyimizni hovliga almashtirmoqchimiz. Yoki naqd pulga 70 mingga baholamoqmiz. Bu boshlanish narxi, ya'ni kelishadigan joyi bor. Hop, uyimiz 4 qavatdan iborat, 4-qavatda joylashgan. 77-seri g'ishtli uydan iborat. Xonalarimiz 3 xonadan iborat. Xonalarimiz hammasi alohida. Endi balkonimiz 2 ga 6, qo'shimchasiga suv-shilka xonasi ham bor. Uyimizning общий maydoni, umumiy maydoni 74 kvadratdan iborat. Hop, remonti o'rta holatda, romlar akfadan qilingan hammasi. Hop. Tashqarida bolalar uchun, ya'ni bolalar maydonchasi bor, ya'ni juda ham chiroyli holatda qilingan. Basketbol, voleybol, stolli tennis hamma sharoitlar qilib berilgan bolalar uchun. Oziq-ovqat do'kon, apteka deysizmi? Hamma transportlar bor. Hop, lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Bektemir tumani, Bektemir postdan o'tib sirasi 10 ga 300 metr yuriladi. Hop, sotishimizdan maqsad, ya'ni ochiq aytsak, ko'pchiligimiz aka-ukamiz, shuning uchun hovli olish. Maqsadimiz hovli olish. Uyga hovliga almashtirish maqsad. Hop, uyimizning umumiy maydoni 74 kvadrat. 4 etajli dom, 4-etajda joylashgan. 3 xonali uy. Birinchi koridordan boshlaymiz. Koridorimiz uzungina koridor. Hozir balkonga o'tamiz. Balkonimiz mana 2 ga 6 balkonimiz. Hozir ko'chani plashadkani ko'rsatib keting. Ko'cha tomon. Eski plashadkalar bor, ko'p. Keyin bu yoqda qo'shimchasiga kladovkamiz bor mana bu yoqda. Endi kladovkani ko'rsatma. Keyin mana hozir endi bu detskiy xonaga olib kiramiz. Mana detskiy xonamiz 3 ga 4. Detskiydan keyin mana zalimiz 3,5 ga 5. Keyin mana spalnigimiz. Mana spalniy ko'cha tomondan qaralganda mana tashqari tomon. Keyin vannamiz, keyingina hojatxonamiz. Uyimizning umumiy maydoni 74 kvadrat. 4 etaj, 4-etajda joylashgan.